Alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Mana bu safargi juda ham jiddiy video murojaatim o'zini butun ommaga Jasmine Trans nomi bilan tanitgan qanaqadir bir shaxsi bir noma'lum bir jonzotga meni gapim shu. Men umuman senga atvet beraman, seni oting tilimga olaman deb o'ylamagandim. Bu men uchun juda ham bir o'lim bilan teng narsa edi. Chunki men o'zimni urug'imga mos bo'lmagan, o'zimga pazvalt qilmagan ishni qilmaganman. O'zim ish bilan bandman. Kechagi vaziyat bo'yicha men o'sha qiz, sen jon kuydirayotgan qiz Kokosh, meni o'zimni singlim, show biznes a'zosi va deyarli 15 yildan beri o'sha hammani xizmatini qilib, o'zi blogerlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan qiz. O'sha qizni bir hozirgi vaziyatni, hozirgi holatini yaxshilash maqsadida men ikki tomonni o'rganib, nima amaliy yordam bo'lsa qilaman deb borgan edim. Hozir seni gaping bilan hamma menga nisbatan qarshi chiqib negativda bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin meni niyatimni o'zim bilaman. Men o'sha yerga borib aytganman, meni o'sha mana pastda turibdi, gaplarimning ichidan bitta dona joyda noto'g'ri narsa topa olsang, men uzr deb chiqaman. Men qatta klinikani yonidan o'tgan ekanman yoki qatta Kokoshga nisbatan boshqa. Men faqat Kokoshni o'zi bilan intervyu ololmadim. Men pastda o'sha videoni ham qo'yganman. Aka dedi, hammasi yaxshi bo'lgandan keyin men o'zim chiqib gapiraman, uzr dedi. Bo'ldi dedim. Lekin o'sha klinika bu yerda nima xato qilgan ekan? Nima uchun bunchalikgacha vaziyat bordi degan ma'noda men kecha video olish uchun bordim. Vaziyatni o'rgandim. Agar sen haqiqatni ochmoqchi bo'lsang, odamlarni, millionlab odamlarni o'zingning fikring bilan agar nimadir fikrini o'zgartirmoqchi bo'lsang yoki rostdan ham yordam bermoqchi bo'lsang, sen normal odam bo'lsang, ikki tomonni ham o'rganarding. Hech qaysi men hamma boshqa videolarini ham o'rgandim. Qayerdadir kimnidir gapi bilan chiqib vala qilib yotibsan. Bu yerda O'zbekistonda normal odamlar yashaydi. Seni gaping bilan kimdir fikri o'zgarib yoki nimadir bo'lib qolmaydi. Sen o'sha bugungi kunda globalni bo'layotgan, to'polon bo'layotgan voqeani o'rtasiga kirib olib ochko yig'ib ketar ekansan. Bu umuman noto'g'ri. Agar o'sha voqealarda sen bo'lmaganingda ham voqea xuddi mana shunaqa ketib, odamlar o'zining oxirgi fikrini aytadi. Lekin kimgadir yordam beraman deb kimdir bo'qqa tiqib, kimdir haromga chiqarish noto'g'ri. Chunki meditsina sohasida ishlayotganlar, men hammasi bilan gaplashdim. Bu klinikani shu kungacha mana 3000 ta odam, sen bilasanmi shuni, mana 3000 ta odamga tekin operatsiya qilishgan ekan. Bu 100% haqiqat. Men hammasini sertifikatlarini o'zim ko'rdim, diplomlarini o'zim ko'rdim. Hech qanaqa stomatologik boshqa narsalar yo'q ekan u yerda. Hamma o'sha sohani o'zini professionallari ekan. Bilmayman bu gaplar qayerdan kelib chiqdi. Kokoshga nima yordam kerak bo'lsa, agar beriladi degan gapni ular aytdi. U so'ragan narsa bo'yicha men shug'ullanyapman. Hech kimga bermagan narsalarni o'sha kameradagi syomkalar, keyin qanaqadir dokumentlar so'radi, men chiqib ketaman dedi. Bo'ldi aka, hal qilib beramiz dedi. Men onasi bilan gaplashdim, o'sha ammasi, xolasi, tanishlari, hammasi o'sha yerda blogerlar bilan, Nihol bilan ham gaplashdim. O'sha kuni Ahad dedi, qo'ymang video dedi. Hozir dedi, mana bunaqa noto'g'ri tushunishadi. Yo'q, men aytdim, ikki tomonning fikrini bilishim kerak. Men uzr dedim, sizlar dedim, hamma chiqib o'zining gapini aytayapti, men tushuntirdim. O'sha kuni Niholga ham hamma vaziyat tushuntirdim. Agar sen haqiqatni agar olib chiqmoqchi bo'lganingda, ikki tomonni eshitib, o'rganib turib, kimdir gapi bilan, kimdir intrigasi bilan butun O'zbekistonga davleniya qilish kerak emas. Bu yerda qonun bor, organ bor. Bu yerda qonuniy tomonlama qanaqa ko'rilyapti, qanaqa ish ketyapti. Har bitta sistemani, har bitta sohani o'zini professionallari 20 yil, 30 yildan beri xizmat qilayotgan odamlarni nomiga shunaqa katta dog' tushirasan, kallasi yo'q, qanaqadir hech narsani tushunmaydigan, bir tomonlama qaraydigan omma sani orqangdan ergashyapti. Buni orqasidan biz O'zbekistonimizni, bizning kelajagimizni hamma tomonlama, hammaga katta xavf solsan. Normal o'zini ishini qilib yurgan odamlarni bezovta qilish hisobiga maza qilsan, pul ishlaysan. Bunaqa harom ishlaringni yig'ishtirishing kerak. Bo'lmasa agar buni ertaga oqibatida nafaqat senga va senga o'xshaganlarga juda katta balo keladi boshlaringga.